Yo'q, u tamom dedi. Siz endi hozir mana jajdan bor deyapsiz. Mujik bo'lsangiz, jajda o't qilmang endi bo'ldi. Jajda qilish mumkin emas mujik odamga. Mujik odam jajda qilmaydi. Propuskat qo'y. Ladna, cho'rsining o'sha paytda endi ladna. Nima bo'ldi? To bo'ldi. To ishto bo'ldi, o'tdi ketdi, tamom. Все, mujik jajda qilmaydi. Propuskat qiladi faqat. Faqat propuskat qiladi, tamom. Aka, indamay turing. Shahob Samiraga yozildi. Tema qo'shilmay turing. Shahob meni adashmasam Kottonning oldinda o'tirgan paytimiz mashinaning ichida gaplashtirgansan, shu tema urush bo'layotgan payt, bilasana? Uy olingan tema. Ha, Kamol aka bilan ham gaplashtirganman. Endi eslading-a o'sha paytda. O'shanda tema ular menga tuhmat qilishgandan boshlangan. O'tta joyda Mutalagan bilan tortishib qolganman. Ular Mutalagan tarafini olib chiqqan. O'sha paytda Gostiga 8 kishi bo'lib meni so'kishgan. Bir o'zim Mutalaka bilan Ilhom akani o'zini so'kkanman-da. O'shandan keyin g'iji bo'lgan odamlar bilan urushganman, sen bilan WhatsAppda gaplashtirgansan. Bironta joyda shu Samarqand yoki paloncha deganimni sen eshitganmisan? Shahob, tema nima bo'lgan o'sha vaqt? Yo, agar shunaqa bo'lganda seni hech kim padesha qilmasdi-ku, misol. Bir marta 2019-2018 yil payti vodiydan bir kun tani deb gapirgan paytim, o'shani video chiqib ketib Sulton tema qilgan payti hammadan chiqib turib men 2019-yilning kunigini aytayapman. Kechirim so'raganman, u tema yopilgan. Hozir bu aka aytayotgan tema boshqa tema bo'lgan. Birat menga tuhmat qilyapti, Samarqandni so'kding deyapti. Men tuhmat qilganim yo'q. Samarqandlarni So'x aka. Eshitasizmi akajon? Men o'z sizga kelsamda, aka siz faloncha bizning shahrimizni so'kdingiz desam, Trebitda telefon qiling desam sizga. Siz ishonaverasizmi aka? Har gapga? Shahob, men seni hozir sen bilan aloqamiz bor-ku, men hozir sen WhatsAppga men shunday saytni qilaman, gapini eshitdi. Gapdan emas, amalda kursda mana videosi, tamom, mana shuni degansan-ku, mana men kursda oddiy bitta so'kkanlaringni, mana tamom, oddiy bitta so'kkanlaringni keltirib beraman, mana. Mana buni keltiring, tamom aka, bo'ldi, nima kerak gapirib? Hamma aytibman-ku, men senga shunday Qara. Bunday so'kishim nima bo'lyapti? Nega so'kding sen Sardorni? Gapni eshit. Men shuni olib Sen Sardorni nega so'kding? Men seni so'kkan bo'lsam, Sardorni nega so'kding sen? Boshdan eshitani. Ey, kuncha onadan ketma deyapman. Pidarras, onangni sikani. Onangni obiga so'kasan, men seni so'ksam, Sardor prichom bu yerda? Onangni eshiksan, chortni bilan. Abdinga qottag'am seni xuytochalar. Men seni so'kdim, men so'kmaysan. O'tirga Sardor so'kasan, onangni sikish xuyila bilan. La. Deysan deyman. Mana hozir ko'rsatdingiz Sardorni, Atbekni Sardorga so'kkanini. Kimdirlar bilan o'sha payt tema bo'lib urushilgan bo'lsa, mana aytib o'tiribdi. Tema yopilib ketgan. Hamma salom alaykum, yaxshi. Hech kimdan ro'za kuni bir-birimiz bilan yarashilgan, hech kimga adovat yo'q. Urmasa hamma o'zi yo'ldan ketgan deyilyapti. Siz u temada bo'lmagansiz, siz ustida bo'lmagansiz. O'rtada nimalar o'tib ketdi? 3 yildan beri 2 yil nimalar bo'ldi o'rtamizda? Siz hech narsadan xabari bo'lmasdan chiqib turib, siz temaga aralashib, meni onamdan ketib qo'yapsiz. Sizni qilganingiz noto'g'ri ekan. Men hamma narsani Noto'g'risiz, Zo'q aka, noto'g'risiz, rostdan ham noto'g'risiz. Qanday noto'g'riman? Hozir yanimga ham aytdim, noto'g'ri. Men so'kaman oldinda. Qanday men qarab turaman? Men qanday turaman? O'g'a, bu aytmagan, axir videosi yo'q aka, biz doказательство, uni qilib bo'lmaydi hech qachon dokazat. Video kerak emas, men o'sha odam bilan gaplashgan gapni shuni aka, bitta narsa, hamma joyda. Голосовой доказание bo'ladi, голосовой. Shundoq, buni ovozi kerak, Sikaman palonchini degan ovozi kerak. Boshqa narsa o'tmaydi, tamom. Qayerga, agarda men bundoq cho'rning yoniga borsangiz ham dokazat qil deydi. Aytgan u bo'lmaydi aytgani. Aytgan bo'lmaydi, begona guvoh kerak, begona. Siz Samarqandlik. Begona guvoh kerak. Bitta Namanganlik odam topib keling, u guvohlik bersin. Hozir men zik bilan yo'q. Aytibman, hozir o'shani men aytib beraman, dokazat qilib beraman deb. Qarang, zik bilan urush. Buni qilib bo'lmaydi, Zo'q aka emas. Mujik odam sajda qilmaydi birinchidan. Buni qilib bo'lmaydi hech qachon. Agar yozmay bir minut. Men zik bilan urushib qolganman, sizga kelyapman-da, do'stim deyapman. Zik Samarqandni so'kdi, yo Palonchani, yo Pistoncha butun O'zbekistonni so'kdi deyapman. Misol aka, siz o'sha narsani mendan eshityapsiz, lekin doказательство bo'lmasa, zikni bo'yniga qanday qo'yib berasiz?
Men zikka tushmanman. Na prinsip aytaman, Samarqandni so'kdi deyman, O'zbekistonni so'kdi deyman. Aka, siz dunyoqarashni kengaytiring. Nechta bitta kuntalar O'zbekistonni so'kyapti. Nechta bitta gandonlar batilga chiqib olib 30 ming 40 ming odam ichida O'zbekni sart deyapti. Qani edi o'sha payt sizni hujuringiz? Nima yo'q edi o'sha payt sizni hujuringiz aka? Qazog'lar O'zbekni sart deyapti. 30 ming odam ichida. Mayli, uni qo'y. So'ramayapsizlar. Man senga aytibman, mana bitta. Sani ro'pirliklar bitta telefonda hech bo'lmasa sen boshqa joyda ko'r. Sen bilan gaplashayotgan odam emasman, oxirgi gapim. Qandaydir nimadir bo'lsa, yana profilingizga joylab qo'ying, men emas, xalq ko'rsin. Isbot dalili bilan gapiring. Men non Mana bu narsa kerak emas. Mana ishi telefonda shunday saydini qilaman, uchovimiz gaplashamiz yo gaplashamiz. Men gaplashmayman. O'sha tema bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi, dokazat tirs profilingizga joylang. Bo'ldi, ko'raylik. Undan keyin gaplashadi ana. La men aytibman, sen aytgan gapingga o'sha kimga gapirgan bo'lsang shunday telefonda shunday. Qo'ying, profilga qo'ying. Unaqa ko'ring, bo'lmagan. Ha bo'lmagan bo'lsa nima qilib o'psan? Prosta telefonda bitta gaplash bo'ldi. Men telefonda o'zi hech kim bilan gaplashmayman. Qanday tushundingiz aka? Men telefonda o'zi hech kim bilan gaplashmayman. Men saydingiz qilaman, men shunday gaplashamiz, mana shunday 3 kishi 4 kishi mana shunday. Mana nima bo'ldi? Uni qarada. Zektog'a bitta narsa aytaman. Siz tushunasiz. Zektog'a, siz tushunasiz. O'zi pastdan bitta misol uchun Shahzodmi yo Baxtiyormi degani Samarqandni faloncha qilay deb yozsa, hech kim indamaydi. Bitta taniqli inson bitta gapni tilidan ushlab olsa, o'shanga napredeniya bo'lyapti o'zi. Zamon shunaqa bo'lib qoldi. Bitta hozir aytibman, bitta korotkий qilib tushuntirdim. Mujikmisiz deb so'radim. Ha dedi. Mujik jajda qilmaydi, abijinni odam jajda qiladi. Bitta gap. Jajdam yo'q meni deng, bo'ldi shu. Ben noto'g'ri so'kibman seni. Jajdam yo'q meni. Men mujikman, tamomda. Mujik jajda qilmaydi, abijinni odam jajda o'tkazib yuradi. Qachonki abijatsa qilsa birovdan, umuman hayotdan xafa odam jajda bo'ladi, jajda o'tkaziladi. Yana tushuntirayman Zoh aka. Meni butun dunyo kuzatayotgan odamman. Butun Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston aka efirimda butun dunyoni odam o'tiradi 20 ming, 30 ming. Men unga qiziqmayman. Agar sizda gapingiz qarang, gapimni eshitingda, qarang, gapimni eshiting, keyin gapiring aka. Eshitdim bu. Xo'p, eshiting, xo'p, mayli, nimangiz bo'lsa aka. Nimangiz bo'lsa, brata, eshiting. Agar shunaqa guring shu vaqtgacha bo'lganda, mana kuzatuvchilar hozir pastdan yozadi, Sardor ko'p. Sen mana shunaqa qilgansan deychidi. Aka, unaqa guring bo'lmagan. Siz havodan olib gapiryapsiz unaqa gapni. Men senga aytibman, bitta kelman. Men odam bilan urushganman deyapman. U 3 yil oldin bo'lgan deyapman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar hozir aka-ukadek bo'lib hamma o'z yo'lidan ketgan deyapman. Yana tushunmasdan yana shu temani gapiryapsiz, bratan. Bu bo'lmayapti, haligacha bo'lgani yo'q bu narsa. Mana Zafar bilan bo'lgan, siz o'tda bo'lmagansiz, Zoh aka, bo'lmagansiz o'tda. Men saydini qilaman, bitta saydini qilay, bitta. Qanday saydini qilmang, ular bilan gaplashing. Nima bo'lgan deb ulardan so'rang. Bu nima qiladi o'tda, bo'lmagandan Zektog'a agar mana moshina krayni odamsiz, krayni. Kraynis yo'q o'tda, yo'q. Men qanday? Sen Zek qanday krayni bo'lganing sababini tushuntiraman, eshiting. Krayni bo'lganing sababini tushuntiraman. O'sha temada yo'qmisiz? Qanday? Yo'q, men Samarqand. Quloqingiz bilan eshitdingizmi? Quloq bilan eshitdingizmi? Men kecha ham gaplashdim. Zoh aka, quloqingiz bilan eshitdingizmi? Zek, mana hozir saydini qilaman, kerak bo'lsa sani. Bu kerak emas, to'xtab turing. Quloq bilan eshitdingizmi? Quloqingiz bilan eshitdingizmi? Ko'z bilan ko'rdingizmi? Men eshitib o'tiribman, bular bilan gaplashyapman, hammasi aytibdi, shunday. Yo'q, ular aytganini aytmang. Siz bularni janjalida. Bularni janjalida. To'xtang, eshiting. Bularni janjalida. Achidivis bo'lganmiz, achidivis bo'lganmiz bular janjalida. Sen mana eshitib. Bitta narsa hozir siz jajdan bor deyapsiz. Krutoy bo'lyapsiz, so'ra olaman deyapsiz. Achidivis bo'lganmisiz janjal? Achidivis. Bo'lganmisiz janjalga? O'shani ko'zingiz bilan ko'rganmisiz?
O'shani achidivis bo'lganmisiz? Guvoh bo'lganmisiz? Guvoh bo'lganmisiz? Guvoh. Zakazat qilib beraman Aka, shuni. shungacha guruhsa hozir siz onasini so'kyapsiz aka. Birinchi bunga javob berasiz. Beraman shu narsani. Yo'q, zakazat qilish uchun siz guvoh bo'lishingiz kerak aka. U janjalda qatnashgan bo'lishingiz kerak. Men senga zakazat qilib beraman shu narsani deyapman. Guvoh ham bor. Buni qilib bo'lmaydi, siz guvohlik bera olmaysiz, потому что siz o'tda bo'lmagansiz, brat. Hech qayerda pravda ketmaydi siz tomonga. Sizga noto'g'ri ketadi. Sen bo'lmagansan, Zoha, sen bo'lmagansan deydi. Ты здесь не прав, ты не был, ты не курсе, ты не был, ты не курсе degan gap bo'ladi aka. Ne kursi bo'lib turib, meni quloqda mana menga Tamam, bu qaysi Samarqandliklarni men qanday qarab bunaqa aka, siz bitta Samarqandda bitta siz emas-ku, agarda unaqa gap bo'lganda bu kecha ketdi bu Dubayga. Shungacha 2 yildan beri uyda, unaqa gap bo'lganda uyigacha borish qiyin emas-ku, eshigini oldida yuribdi, Samarqandga kelyapti, Registonda o'tiryapti, restoranda o'tiryapti. Nechta Samarqandda kurto'y bola bor. Просто tak qolib ketmasdi. Bo'lmagani uchun, qarashga bo'lmagani uchun aka. Buni bilaman, men buni hammasini bilaman. Men hammasini bilaman buni. Zik qara, men Xo'p, ko'paytirib chiqmasin biz aka. O'sha Zafar akani o'zini amakivachchasimi qandaydir qarindoshchiligi bo'ladi. Zafar degan yana bitta bir Samarqandda bir akaxon bor, yoshlari katta. Hozir bormi, kiradimi TikTokka kirmaydim, bilmayman. Fedya akani ham tanisa kerakman, Shahobilla. Fedya buni ot boqayotgan aka. Otlar bilan boya videolar qilayotgan, brat. Ashular bilan o'tirib, o'sha kurukda Zafar 571. o'sha yerda mehmon bo'lib, non tuz yeb kelgan bolaman. O'zi Istanbul tog'a kelgan payt Samarqandda kutib olib turib mehmon bo'lgan. Unaqa ko'rin hech qachon bo'lmagan. Bu brat birinchidan ustida ko'rmagan. Agar bu brat tanib turib o'sha payt shu temada tortishib, hozirgacha ishimiz chigal bo'lib, bu brat o'sha temalarda yillar mobaynida urishilgan joyda bitta og'iz shu brat aralashgan joyi bo'lganda, bu hozir kelib turib meni o'zidan o'zi onamdan so'ksa xafa bo'lmaydim. Ana shu tema bor-ku. Sen Samarqandga bor. Bu akani vobshe tanimayman. Birinchi sen Samarqandga borgan paytingda bor-ku, jimjimakon shunday borgan, sen shunday kelgansan. Agar seni bu yerda o'tirganman, Istanbul tog'larida 2 kun o'shada qolganman, 2 kun. Agar sen o'sha kun bo'lgan paytingda sen u yerda normali yurmasding. Mana. Javob. Men senga aytaman. Ben senga aytaman. Biz buni zakazat qilolmaysiz sizga mana. Konkretni aytaman aka, siz achiqligingiz bo'lmagansiz, guvoh bo'lmagansiz. Nagawarit qilyapsiz hozir, siz noto'g'ri so'kkasiz bunga, noto'g'risiz hozir. Tushirvar bo'ldi, zik tortishayotmaylik. Noto'g'risiz aka, noto'g'risiz, tamom. Hozir Samirga emas, sen noto'g'risan, gandon dedim. Nega men so'ksam, nega sen buni so'kishing kerak deb. Men Samirni onangni ski deb so'ksam, ayangni sikaman deb bunga so'ksa, qanday men uchun bundan so'kyaptimi? Bu men uchun gap eshitish kerakmi? Hozir siz ham shu gap bo'lib turibdi-da. Siz aytyapsiz hozir. Siz hozir bu uchun, boshqalar uchun siz buni so'kyapsiz. Siz noto'g'risiz, Zoh aka. Hozir aytdim Samirga, sen gandon dedim, men seni so'kdim dedim. Sen nega Sardorga yana atmetga qilib so'kyapsan? Sardorning o'zining profiliga atmetga qilib so'kyapsan. Nega so'kyapsan? Men seni so'kdim dedim. Aka, men alam qilgani borku, Samarqandliklarni sikaman degan. deydi buni qara. Aka, siz yana tushunmayapsiz. Hozir ne qilibsiz? Brat, men просто sizga hurmatingiz joyiga qo'yib, Zoh aka bitta narsa eshiting. Bratok, men erkakcha hurmatingiz joyiga qo'yib tushirib yormayapman. Просто men siz bilan dalshi bo'lish hech qachon ketmaganman. Tushirib yormayapman-da. Hozir men Samirni tushirib yordim, so'k-so'kda. Men просто sizni hurmatingiz joyiga qo'yib, sizni so'kmayapman ham, tushirib yormayapman ham. Haydab yorgandek bo'ladi, tushirib yorsam-da. O'shancha aytmoqchiman. Hurmatingiz bor, lekin siz hozir ne qilibsiz? Sardorga bekorga so'kdingiz. Просто onasidan kelganingiz ne qilibsiz, tamom. Ne qilibsiz? Hozir dalniy moment ne qilibsiz? O'shani bitta narsa, bu sizga aytib. Zoh aka, meni nega so'kdingiz? Men siz bilan tanishmasman. Hech qayerda ramsiy bo'lmagansizmi? Nega so'kdingiz deyapti. Просто hech narsa. Yo sizga so'kmayapti dalshi. Zoha seni paloningga palon qiling. Nega sen men so'kding demayapti. Yaxshi gap bilan. Zoh aka, biz tanishmasmiz. Siz nega so'kdingiz? Mayli, u anu Samir so'kkan bo'lsa men protiv uribman Samirga. Ladna, cho'rt sinim deyapti. Lekin siz nega so'kdingiz deyapti. Просто o'shani ayting bunga.
Men aytibman-ku, Samarqandliklarni sikaman deb U gapirgan. tema причем endi ustundagi zapqa hozir snipirapsiz aka. beraman. O'yin o'sha dakazat qilib bermayman. Mana tushing pastga boya videoni topib keling, profilingizga qo'ying. Davay kunta qo'ydim profilga. Davay o'tda videoni ko'rdi, keyin gapir deng. Tamom. Bu bilan gaplashtiraman, u bilan gaplashtiraman, bu bilan gaplashtiraman. Unday gapirilmaydi. Chiqaring, tamom, videoni profilga tars qo'ying. Tamom. Men aytibman-ku, Zafar bilan Alisher bilan Qo'ying profilga. Bo'ldi, ko'raylik o'shani. Aka, u Alisherni ham qo'ying. Alisherni ham borku. Alisherni ham bilan bizishlar kilometr bo'ladi. Konkret emas. Va onasiga sikib bilan saybo bu bundan aytibman. Hamma o'zini yo'lidan ketganmiz deyapman. 3 yil bo'ldi deyapman. O'zbekchada tushuntiryapman. Hamma o'zini yo'lidan ketgan. Birovni gapirmadi, undan keyin birov bilan sajda qilgani yo'q deyapman. Oxiri 2 yil oldin Turkiyada bu deylar yopilgan deyapman. Yana nima deysiz sizga? Sardor, Zohar aka, bo'ldi aka, hurmatingizni qilyapti-ku. Bir minut. Onadan sutsangiz ham aka, bo'ldi. Zekto'g'o. Ko'paytirmang. Ha. Zektog'o, mana bu Anvar akani ko'taringlar. Sardor To'naysanku Izraeldan Anvar aka. Anvar aka. Samarqanddan biratan. Ko'tarsin deb Samarqanddan. Ko'tar. Sersachi. Sersa qo'ygan sersa. Anvar aka padarka tashlagan biror narsa. Bitta guruh. Anvar akani. Mana Bagirum shunda o'tiribdi mana. Mana o'tiribdi Bagirum. Salom Mana alaykum. Bagirum o'tiribdi mana. Bir minut. Men ham Samarqanddan. Pul tashyapti. Bir minut. Men ham Samarqanddan. Yurakcha qilib. Men ham Samarqanddan. Zafar akani ukasi bo'laman, Radnoy. Siz yetib o'tirgan kishi Sardor. Ha, salom. Birga o'tirgansizlar. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Men tushunasizlarmi yo'qmi? Men eroncha endi o'zim tilimda gapiraman. Uzr. Men endi Sardorni oldini olish emas, hech kimni oldini olish emas. Men o'rtada-da. Men ko'rgan narsam, eshitgan narsamni aytaman. U narsa yopilib ketdi. Zafar aka bilan men gaplashib turaman. Men akam odam. Bu 571. Zafar aka 571. Samarqandlik. Lekin oti shunaqa edi-da. Lekin Zohar aka, lekin haqiqatan ham bu kishi to'g'ri gapiryaptilar, shu yopilib ketdi bu narsa. Men ham Samarqand o'zidan Panjob shahridanman. Shu ikrom shashlikka ketib o'tirgan bular. Zafarni oilasini men juda yaxshi bilaman aka. Mana o'shani yo'q, u Zafar demayapman. O'shada mehmonda bo'lganman. Fedya aka mana keltirib beryapman. 2 kun 2 kecha o'shada qolganman. Mani xabarim bor. Istanbul tog'ani kutib olganmiz. U 3 yil oldingi temalarda nima bo'lishidan qat'iy nazar odam kelajak uchun yashash kerak-da. Odam o'tmishda 3 yil, 4 yil oldin bo'lgan narsani mana bunday qilib sajda qilib turgan odam birinchidan erkak bo'lmaydi. Qanday erkak bo'lmaydi? Aka, gururni bo'ladan 4 yil oldingi narsani u bo'lmagan ham birinchidan unaqa tema. Mana Odamni g'ururi bo'ladi-ku, u 1000 yil yursa ham bo'lku, yuragida turadi bu narsa. Yo, to'g'ri qarang, men ham Samarqandlik, men o'zimga olmayapman shuni. Aka, men o'zimga olmayapman-ku shuni, aka. Qarangda, men Samarqandlik, lekin u imonni aytmadi Samarqandga deb masalan. Prosta shu odamga aytdi. Men shuni bilaman, men endi ichkidan bari TikTokdaman, men qo'shilmayman bu narsalarga, chakkalarda yuraman. Zafar aka yaxshi biladilar. Prosta haq berdi hozir Sardor, to'g'risi. Hech kim xafa bo'lmasin mendan. To'g'risini aytyapman. Men neytralniy odam mana. Men Samarqandlik o'zi. Aka, Lekin shunda Anvar akani o'ylang-da, Anvar aka, mana bu sersachi qo'ygan. Guluring. Qaysi? Niki? Yuracha. Mana Anvar deb yozsin. Bu ham Samarqanddan bo'ladi. Mana guluropti. Moshina rasmini qo'ygan gulurop. Islom Shayx bor. Akalar, opalar xafa bo'lmaylar. Misolda bizda shunday vodiy voqa, Samarqand, Toshkent bir balo deb yursak, o'zimiz viloyat ajratib. Biz o'smaymiz. Sog' bo'lasizlar. Gapingiz bo'ldim. Uzr, men tushaman. Bagir, salomat. Omad amaga. Sog' bo'linglar. Hech kim mendan xafa bo'lmasin. Mana Gulchordi, Ziktor. Gap yo'q, Bagir. Mashina rasmimi? Biz ana shunaqa bo'lganimiz uchun Javob senga berganman-ku, bilan nima, polni nima, model. Ko'tar qani. Onasini ham borku, nima bo'lgan taqdirda ham borku. Mayli. Xuddi menga. Mayli, yaxshidirmiz. Misolda akalar, yaxshidirmiz. Mana shumi? Islom Shayx deb yozilgan. Bitta gapni olay.
Assalomu alaykum Anvar aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum bobo, tushunmisiz? Qanday? Bitta gap gapiray, keyin misol nima tema bo'lsa qilamiz. Ana shunday Samarqand, Qashqadaryo, Toshkent, Vodiy voha qilsa, o'smaymizda. Mana hozir bilan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yusufni deysizlarmi? Boshqa qanaqadir tepada turgan mana shu TikTokdagi eng kuchlilar deysizlarmi? Luboy tomonlama, aktiv tomonlama ham, auditoriya tomonlama ham kam emasman-da. Naboroti meni o'stirish o'rniga ana shunday qilib oyog'imdan chopib ursanglar, bosinglar, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar deyman. Bosinglar, Samarqandni so'kkansan deb tuhmat qilinglar, erta bittanchiq Toshkentni so'kkansan deb tuhmat qilinglar, erta bittanchiq Palonchani so'kkansan deb tuhmat qilinglar. Gazini bosinglar. Kerak bo'lsa mana joy keldi, minnat emas aytaman, Samarqanddan 20 ta 30 ta odamga men yordam berib qo'ygan joyim ham bor. Kerak bo'lsa 150 million, 200 million pul yig'ib berib qo'ygan joyim bor. Mana men endi aytaman. Uyimdan kelgan paytda 150 million so'm pul yig'ib berganman Samarqandlik opaga. Men qilganman o'sha ishni. Uyimga kelgan payt Samarqanddansanmi? Sen Toshkentdanmisan? Sen Qirg'izistondanmisan? Sen Andijondanmisan deb men ajratmaganman. Kimi kelsa bo'ldi, o'zbek o'zbek. Musulmonmi musulmon, tamom yordamimni qilib qo'ygan bo'laman men. Meni unday bilan qilmanglar, kerak emas. Ben senga umumiy gap. Qo'yoringlar, oyog'iga osilmanglar, qo'yoringlar, ketsin bu ham. Konkretni, Alloh rozi bo'lsin. Dalchi shu. Assalomu alaykum. Senga boshqa nimam yo'q. Prosta bitta menga alam qilgan narsa Samarqandliklarni sikaman degan gap. Assalomu alaykum. Xudo haqqi demaganman. Assalomu alaykum. Aka nazmishmi? Naz rahmat shuma. Shuma hozir o'tirib pastuvka qaysiz aka? Va chiqchi 2 so'l 5 shudagi chizdan chiqamiz shuma TikTok bor. Akun TikTokga chiqib bo'lsa bo'shamam, na bo'shamam, lekin men Vaqti ana endi maylimi o'zbekcha gapirsammi, tojikcha gapirsammi, men o'zbekcha gapiraman. Farqi yo'q. Aka 2 yil oldin bu narsa bo'lgan edi, urush bo'lgan edi. Shahob aka siz ham o'sha yerga edingiz, biz ham o'sha yerga edik-da. U vahshat boshqa tema bo'lgan. Gulamov bilan urush qilgan bu, Zafar aka bilan hamma bilan urush qilgan paytiga bu Samarqandga kelgan edi o'sha paytga. Lekin Samarqandliklarni sikaman deb aytmagan-da. Aytgan bo'lganda edi, biz bu bilan gaplashaydik. Biz nomer telefoniga haligacha bor-da. Gaplashib turamiz, SMS yozishamiz. 2 yil bo'lgan narsani siz o'zi aytyapsiz, chiqib. 3 yil bo'ldi Anvar aka. men o'sha loxmi aka Samarqandda yo'q. Loxne aka shimo prosta, shimo loxne. Köyüne çize şuma ozu gavza xorafte. Şuma babay çize akı famde gibi şuma mümkün. Lekin siz mana download in mana esanba in hamu vaqto bu. In Samarqandga omunda rafta geçmiyor ama Zafar'a do'stam. Alisher'am do'stam. Alisher kim gavzdan. Vay gufki ögü ve cimcimakon Samarqandga omunda raft bisor. Agar in biyodagar bu bisor. Endi qaraysiz, aka siz agar TikTokda Andor ben bu bilan gaplashibman 1 minut. Ina mugrezon ham guf. Agar in hamjiba omaysaga isha donam agar usas Zafaram va yo'yam usaski mazişi mugrezon ama yine guf. In cimcimakon omada rafa unja usas. Ma hamjiba usenki millat usen Samarqandga gavzaga bo'lsa suqa chiqajim ishlatmasman usen. endi men bitta gapiray, cho'chmanglar. Ammo minnoy hamma Samarqandda megom kuti gap nabudunja bu. Mana xudoga chestamas aka man hamin chizo Samarqand akjosh. man registron Ma registron ma amotiri aka mana chestamas. Tanapirmi? Anvar aka sizga savol ama beraman. chestamas, baroy chestaman bayım. Sizga savol Shuma beraman. bani chestaton hozir go'shkini. Saysolar chiza shuma pursa dayin chiz. Fahmsizmi shu? Anvar aka, Ha. bitta savol Aka, beraman. nomerimi aql neyse, ben shunga aka gapirdim. Tanimas, sababi ana men temaman dakasatga bityapman. endi eshitib turingda aka, endi eshitib. Aha. 2019-yilmidi, 2020-yilmidi men sizni taniganim. Ha. Singizlar bilan Hindistonlar bilan o'ynayotgan paytda O'ynagan paytlaring edi. siz menga kirib обязательно katta поддержка qilib o'shandan buyon ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'sha temalarni ham boshidan oxirigacha o'z bo'lgansiz-da. Mana ro'za Ramazon kunida mana shu Samarqand deb so'kkan joyim bo'lganmi aka? Yo'q lekin. Samarqandlik bilan urush qilgan paytingga sen aytgansan, Samarqandga boramanmi? Ke degansan o'sha paytga. Borganmanmi? Borgansan, Registonga video olgansan. Da, borganman. Samarqand o'ziga borgan paytim aytyapman-ku. Mana, ey, o'zbeklar, men minnat qilmayman.
Samarqanddan kelishgan payti ham o'zim borib Samarqanddan bitta nogiron qizchaga aravacha ham berib kelganman. U samarqandlik, u toshkentlik, u vohalik, u vodiylik qilmaganman. Millat buni o'zimiz naborot birlashishimiz kerak emasmi? Hozir Zoq aka noto'g'ri pastokka qilyapsiz, brat. Mana hozir ham zik tushirib yuborib, siz suv kelib, borgan joyingga borib yuborsak bo'ladi. Auditoriyamiz katta, yo'limizda ketaveramiz. Siz padarka urmasangiz ham, yo boshqa birov urmasa ham o'zimiz layk bilan ham o'ynab ketaveramiz. Lekin biroz siz bir narsani tushuning. Menga kerak emas bu. Siz aka, mana xo'p, siz bitta narsani tushuning. Qozog'istonda samposi bo'layotgan bo'lsa, Arabistonda mana Dubayda Yusufi bo'layotgan bo'lsa, O'zbekistonda mendan boshqa ularga dosh beradigan raqobatdosh yo'q. Meni oyog'imdan chopmang aka. Sizga mana onamdan so'kkan bo'lsangiz ham mana muomala qilib gaplashyapman. Qarang, muomala qilib gaplashyapman. Men o'sha mana teppa chet davlatlarda toplari bo'layotgan bo'lsa, 20 ming, 30 ming, 40 ming odam bilan o'tirayotganlari bo'lsa, O'zbekistonda bitta raqobatdosh chiqalayotgan bitta men bor, xolos. Aka, fitna qilmang. Gapingiz bo'layotgan bo'lsa, videoni qo'ying. Mana ko'takansan deng, bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Daho aka, mana Samarqandlik chiqib yo'q deyapti aka, Sardarni onasidan so'kdingiz, bo'ldi, kechirim so'rab, temani yoping aka, bo'ldi, gap. Men kechirim so'rayman. Men kechirim so'rayman. O'zingiz so'kkaningiz uchun, ladno o'zingiz so'kkaningizga, boshqa narsaga emas. Bo'lmagan gapga razbor. Nega men Onasidan so'kib turibsiz aka, bu jiyanim bo'ladi meni. Bo'ldi, kechirim so'rab. Ha, Seytahav, yeta megom, yeta gom Men kechirim so'ramayman. Men buni nima uchun so'kdim men? Samarqanddan sikaman degani uchun men buni Yanimda mana shuncha Samarqandlik chiqib bittasi ham qilmagan deyapti. Aka, odamimiz yo'q deyapti aka, nima aka, tuhmat qilmang ro'zani kunida. Xudodan qo'rqing deyapman sizga. Sardobadan keltirib. Menda ham til bor, shunaqa so'kaman borki, so'rab ololmayman. Zoq aka, to'xta bir minut. Zoq aka. Men senga aytibman, men seni saydini qilaman telefonda, saydini qilaman. Gaplashasan deyapman, gaplashasan. Videoni qo'ying, nima kerak gaplash? Video menga kerak emas, bunaqa narsa u senga kerak. Menga ham kerak emas, birovni gapiga ishonmayman men. Dokazat bormi? Dokazat men seni saydini qilaman deyapman. Saydini kerak emas, birovni gapi men uchun pistol. Mana videosini tars qo'ying, tamom. Hozir men Zafar bilan saydini qilaman, mana gaplash. Qo'ying videosini, bratan, qo'ying. Video deyapsan. Men bu narsalar menga kerak emas. Video u sen aytganing men auditoriya bu. Menga bu narsa kerak emas. Qiziqmayman hayotda. Menga bu narsa. Zoq aka. Telefonda shunday saydini qilaman, shu gapingga javob ber, bo'l. Zik tushir. Gapingga javob Zoq ber. aka, Videosini olingda qo'ying, tamom. Video yana deydi. O, men seni telefonda. Biz video mana men aytaman. Zik Samarqandni so'kkan aka. Zik Samarqandni so'kkan. Samarqanddan mana 79-yil bolalar bilan urushib qoldida, Zik Samarqandni zik so'kdi. Ishonasizmi? Qani videosi Zikda mana Samarqandni so'kkani. Bo'lib deytishki ekan, men o'smagan ekan, xabar bo'lmasin. Onasidan so'kmayman, kerak emas. So'kmayman. Ya prosta u kerak emas, so'kman so'rab, kerak emas. Shahob aka. Shahob aka. Qandaysiz? Mana farq qo'yiladi. Anvar aka. Anvar aka, mana Zo'rmisanlar aka? Shahob. Ha. Shular bilan shu temani ichida aralashib turibsizlar, eshitmagan ekansizlar, bu odam qayerda eshitgan bo'lsa. Unaqa. Bir soatdan beri boshim og'ritadi. Bir soatdan beri nimaga so'kding desam, Samarqand so'kmaganman deyapman. Ro'za kuni deyapman. 3 yil bo'ldi, unaqa guruh bo'lmagan. Hozir hamma o'zini yo'lidan ketgan. Hech kim bilan o'sha paytda yo'q deyapman. Gulyamov bilan, ana ular bilan urush qilgan paytda meni og'aynim davlat bilan Instagramda yozib yuraman hozirgacha, ya. Ha. O'sha paytlarda bu gaplar, bu davno bu gap edi-ku, bu urush qancha bo'ldi bunga? Men aytaman, yana tushuntiray, musulmon xalqi deyapman. Odam o'sayotganini ko'tarishni bilinglar, kerak emas. Bunaqa dedi, bir-birimizga nizo qilib, hammamiz bir-birimizni yeb ketsak, o'tta joyda bir manfaatdor bo'lmaydi, hamma kuladi tepadan. Oddiy narsaga dalishib, davlat bilan davlat urushgan davlatlar kelishib ketyapti, katta davlatlar. Nima kerak emas bo'ldi. O'zi вообще видишь odamga aralashmash kerak o'zi. Beg'dadan atirlar o'zi asli. Boyagi birinchi tema bo'lgani, men Zikka bitta keldim-da, prosta endi men ham misol
Urgim kelsa uraman-da, o'zimnikilar uraman. Misol xabar borib turib bitta omni urayotganim yo'q. Yo bo'lmasa bitta jalabga urib turib WhatsAppga borib yechimtirayotganim yo'q. Kimga urayotgan bo'lsam yo Ihsonga uraman, yo o'zimiznikilarga imkoniyatim bo'lsa uraman. Bitta urdimda u tomonga shunday o'tsam, meni atmetga qilyapti-da, mana shahob ko'rgan bo'lsang. Lopida nima edi? Topidagiga ayt. Ayasini sikaman deb yozyapti. Iya dedim. Nimaga meni onamdan so'kyapti bu odam? Kim aka? Atmetga qildimda, aka, tinchlikmi? Nimaga so'kyapsiz desam, ayayini sikaman deb yozyapti menga. O'zidan. Men tanimayman ham biladi, ularni birinchi marta ko'ryapti. Keyin jahlim chiqdi-da men aytdim, "O" dedim. Sikaman, sikalmasang nima bo'ladi? Topidagini sikalmasang. Men aytdim, "Onang xotinim bo'lsinmi?" dedim. Jahlim chiqib ketdi buni. Kim edi buni? Hozir chiqib zik so'kib tushirib yubordi-ku. Samir. Men go'shtda aytdim. Agar dedim shu raund yutalmasang dedim. Meni paftor onamdan so'kyapsan. Yutalmasang onam xotinim, onang xotinim bo'larmi dedim. Davay, chiq dedi. Zik shunday uladimda basharasiga onasini sizga she'rni qo'yib yubordim. Nima bo'lganini bilmay qoldi. Tintay bo'lib qoldi, kallasi ishlamay qoldi ikkalasi. Buni hammasi onangizga odil keldi deb bo'ldi, bitta tarqaganni. Sardor Kurvan biza tomonda yuribdi dedi, onangni eshak sikkir. Ha, odilaman. Gandon bilan. Onangizga odilga pul kerak. Pabedaga o'ynaysanmi? Idina och qolgin dedim. Pabedaga o'ynasam ham men bitta uraverardi odamlar. Ben pul egarda ben o'zimga pul ishlab oladigan yana urardi bu naxoy. Aka, onasi Nega urardi bu? Menga naxoy kerak-ku, Pabeda uni qonun to'ydir. Men onasi pulni betiga qarayotgan odam emasman-da. Shunday ko'p. O'shani bilib turibman. Men agarda bir pidaras bo'lganda, ko'chini bo'lganda, davay naxoy Pabedaga deb yana Pabedaga bosaverardim onasini sikuv bilan. Bu qo'ymagan hech kim SMS-ni o'qimasdan. Bunday onasini endi agar sovg'a kerak bo'layotgan bo'lsa, sovg'a uchun urush qilayotgan bo'lsang, shuni gavda endi shunday. O'zi masalanda. Misol futbol. Menga naxoy kerakdim. Yo'q, o'ynayman naxoy. Pabedaga ikki naxoy bo'ydandim. Futbolga shunday hechkimda mana shundagina katta ekranda o'zing turgin, pusto ekraningga she'r o'taman. Hozir. Kerak emas menga. Men bor-ku, onasini sikiyman. She'r uchun bo'lganda aytsam bo'ladi-ku, Sardor bilan bitta she'r urib ber, onangiz sikini bilan och qoldim men deb. O'ynab turibman ozmi ko'pmi batil. U odilga kerak bo'lib turibdi. U Gandon provokatsiya qildi u yoqdan. U yoq bo'ldi, bu yoq bo'ldi. Ana senga, mana senga. O'sha Gandon boshida boshladi bu pidaras. Hech qayerda yo'q narsani. Anvar aka tuzumsiz. Tinchku yuribmiz. Men aka to'g'risi shu kunduz kuni mana uyg'oq bo'lsam, mana bu ro'zadorlar mana shu akalarni hurmat qilib efirga chiqmayapman-da, kunduz kuni so'kinib qo'yaman-da, tilim yomon aka. Hozir ham gostaga chiqyapman, odamlar bor, 1000 odam, mana ichimizda nechta bir ro'zador bor. Onamdan so'kkansan deyapman, muomala qilyapman. Bo'lmasa muomala qilmayman bilasiz. Parrami to'xtatayman onasini. Lekin jim turib muomala qilib turibman. Bir indamayapman, ikki indamayapman. 1 soatdan beri miyam qotiryapti-da, ko'ryapsiz-ku. Qaysi qilaman. Yo'qmayapman. Mana Kunlar narsalarda bu Shahob aka o'sha ekran. Insonni real hayotda bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi dedi-ku. To'g'ridan. She'r urdim. Sani bilgan. Istanbul! Gel. Gel. İlham. Mana shu Sardorning unaqa bo'lsa pulni betiga qaramaydi-da. Anvar aka men o'tirganman-da. Bilaman. Pulni betiga qaramaydi-da. Misol uchun masalan oshno'g'ani uchun boshqa uchun. To'g'rimi Sardor oshno? Ya, onlayn To'g'rimi desa? Bo'lsa ayash yo'q, bo'lsa bizda yo'q. Aka men Samarqandga borganimda men bunga telefon qilganman Sardordan. To'xtang Anvar aka, to'xtang. Shunday dedi-a bu hozir. To'xtang. Sardor. Hop. Bitta TikTok onasini siskaymanga dushmanni oldiga. Bu. Abishni bir marotalik TikTok ko'r, bitta Sardor yetadi. Kimga? Qo'y menga, men o'g'aynim so'rayman naxoy. Urgan olasini. Menga. Sardor bitta TikTokcha yo'q, TikTok live. Ekranga olaymi sen? TikTok dedi. Berga olasam yo. Ikkita atvet bo'ladi. Ikkita atvet bo'ladi. Просто tak men achchig'im chiqib bitta kutboda chaqqa. Bitta kutboda. Olgatdaga. Do'stim deysan dedi, tepadan xabarni Telegramdan tashlayman sizga. TikTok'a. Telegramdan tashlayman. Sizga dushman oldiga ur, onasini siskay.
Do'stim, Ur onasini sizga ikkita atvet. ответ joningiz sog' bo'lsin. Men qaytar urayotgan bola emasman. Просто joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Ana. Rosa miyaga o'zi chiqdi-da, bir inson. Voy, ko'r gandonlar. Adushi. Ana. Ko'r. Ana Desang ko'rdingmi? anaqa bo'ladi. Mana. Ha, shunday yo'ni o'tir naxoy. Gandon bilan. Kim u? Men buni Sardor juda yaxshi bilaman naxoy. Bitta gandon bor, o Telegramdan tashlayman sizga. O'tni qo'tog'i. Bir shuni ko'tini yalab yurasan deydi. Menga auditoriya kerak emas. Men batilchi emasman. Prosta sen mana buni his qil naxoy. Hey, kunti Mana ikki mana 500 dollar. Mana shunaqa. Malades lekin. Deschilik shunaqa og'aynichilik. Tinga qo'tog'i. bu Anvar aka, mana dasturni jo'rayimda, fahmidingmi? Men maydonam, Dastur. Maydonam. Imbe gabzeyshi dadanash mityapman. Mana men O'zbekistonman, dadanash mityapman yana gabzdagi. Ola abone boshqa Telegramda faqat ko'ching. Yo, hozir o'tirman, ko'tini yalaysan naxoy deyapti-da. Hay, endi shunaqa nima bo'laveradi-da, hay. Sen ham bir. tamom. Men birovdan padarka so'ragan bala emasman. Men birovdan padarka so'ragan bala emasman. Prosta tak o'z meni miyamga chiqdi-da shu narsa. Jakob. Jakob. Ketbatcha. Ha, do'stim. Katta Eshitolman. katta odamlar maydalashmaydi do'stim. Biz katta. Eshitolman. Biz katta odammiz, katta odamlar maydalashmaydi do'stim. Ana shuni. Emxele. Prosta miyaga urdi-da. Emxeleda sho. Zarasi. Sen qanday? Yaxshi aka. Nima gaplar? Ha, sherga biz soyasiga odamlar bilan chaqchaq qilib majlis tikib o'tiraman men. Tamom, meni kasbim shu. Men mutit bukunam. Mutit qilishim kerak injaba. Janjal qilishim kerak. Men kasbim shu. To'y. Ha? To'y tushuntoy. To'y zo'r bo'ldi, bilan endi Zo'r bo'ldi. yaxshi, xudo shukr. To'y bersang odam bilan ustingdan bir yuk tushgandek bo'ladi-da. Bachalaga nima qo'ydim-da niyat qilib. Bu qanaqadir aziz video qo'ygan ekan, nimadir kimni so'kding? U ham Anvar aka, u ham bir nima? Boyagi yuksalish degan u. To'yda mikrofonni berib qo'yishsa, pulni bersalar aytadi, bo'lmasa qo'taqda aytadi deydi. Jinni. Men uni O'xizikkan. men aytdim, o'zimni uyimdagi to'y, o'zlarimiz to'y, biron to'yda gapirmadim men dedim. O'zi kech bo'ldi-da unga, tushundingmi? O'zi kech bo'ldi. Siz uyingizdagi to'ymi u dedi. Ha dedim. O'zim bolamga sunnat to'y qildim men dedim. Bilayapti dedi, endi tarqab ketdi ommaga dedi. Endi uni dedi, nimasini ko'rish kerak dedi. Ha, nima qilasiz menga dedim. Keyin chaqirdi meni, bordim. Bizdan mikrofon tortib qo'ygansizda. Shunday mikrofon tortib, pul bersang beramiz, qo'taqda aytadi degansizda. Yo, o'zi to'y tugadi. O yerda endi ani qo'shna jiyanlar, mana bu kuyov, ukamlar kayf qilib yurdi-ku, hamma ichib bu yerda trezbo odam qolmadi. Keyin endi u odamlar ketib bo'ldi. Yana zo'r odam bir ikkita aytsin deb men kayfda nima qilishaverdi-da. Men aytdim, onangizki pulini berlaring aytadi. Men to'yim tugadi, ketkizib yuborishim kerak buni dedim. O'shani bilan nima bo'lib ketgan, keyin u nima qildi-da. Bu ham Xudoning xohlashi. Hadi. Zato meni Instagramda ham O'sha ishdan keyin sirasi Instagram ochib oldi bu yer. Instagram yo ben o'zimga ochib qo'ydim. Meni profilimda bo'lyapti-da odamlar. Ha.
Ben keyin Instagram ochdim-da, mana shu meni Instagramim, meniki emas bu dedim. O 36 mingta odam bor dedi. Ah, xo'p, meniki emas dedim. Men kim bu bo'lmasa? Ben qayerda bilaman men dedim. Instagramda o'zi zek zvizda bo'lgan lekin qayga lenta ko'raman desa zek chiqib keladi, zek chiqib keladi. Zek zvizda. Ur endi TikTok dema, o'zi uradi uni uradigan paytda. Bu Shahob ham biladi. Bitta nima qilsa bosadi bu ham. Kecha ana Ali Bonat keldi bir joylardan biladi. Ali Bonat! Kim, jonim kim? Burnidan eshak tishlagan u kim? Saxo aka telefon bor aka. Ali Banat bilan bizda ish bir xilda. Ali Banat bilan bizda ish bir xil. Ali Banat kecha menga bular Breznichka qoqib beradi bular. Hayır, bakar böyle hamalar sağ böyle salomat böyle. Doğru o'zi. Ha? Anvar aka gamimizni nima akajon bari hurmat. Abi telefon bak, gaplashamiz telefonda yana. Gapi aka. Mayli, sağ böyle. Salomat bo'ling. Xo'p aka.